maydoni haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Buni demak tajriba yo'lida aniqlash uchun quyidagi jihozlarimiz kerak bo'ladi. Bular temir kirindisi va magnitlar. Endi nazariy ma'lumotlarga o'tsak, magnit maydon qutublari ikkita qutbdan iborat bo'lib, N va S qutblar, N shimol va S janub. Magnit maydon qutblarida zaryadlar N qutbdan chiquvchi va S qutbga kiruvchi bo'ladi. Agar magnit qutblari bir xil bo'lsa, ya'ni N yoki S bo'ladigan bo'lsa, bular bir-biri bilan itarishadi. Agar magnit maydonlari bir-biriga qarama-qarshi bo'lsa, ya'ni N S bo'ladigan bo'lsa, bular bir-birlari bilan tortishadi. Endi bu yerda aytib qolmoqchimizda N S degan narsalarimizdami? Shimol bilan shimol, janub bilan janub yoki ikkitasi ikki xil qutblar, shimol va janub bo'ladigan bo'lsa, mana tortilishi, itarilishi tortiladi bir-biriga. Tortishadi. Har xil ishoralar bo'ladigan, qutbli bo'ladigan bo'lsa, ular o'z-o'zini itaradi. Ularni hozir tajribada ko'rishimiz mumkin. Tajribadan ko'rinib turibdiki, ikkita magnit hozir qutublari bir xil holatda turibdi. Temir qirpiqlarni demak o'zining atrofida maydon ta'sir yuzasida demak qirpiqlarni harakatlantirib turibdi mana. Yig'nayotir bir joyga, kuch chiziqlari bo'ylab harakatlantiradi. Magnit bo'roni deb aytib o'tib ketadi. Bunda magnit bo'roni bo'lgan paytda qon bosimining oshishi, bo'g'imlarda og'riq paydo bo'lishi, bosh og'rig'i kabi kasalliklarni keltirib chiqaradi.